Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Biz mana kelgan bitkimizda bu yer tomga pinalomboz bosish bo'lyapti. Bu yerda buni mahsulot tarkibida sement bo'ladi, gips bo'ladi, pina bo'ladi. Bu yerimiz Qashqadaryoda qilingan hozir. Pash turistlarga yaqin ob'yomimiz. Mana xudo xolasa 4 kunda tugatdi ustalarimiz. Mana shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu yerlar hozir quyildi. Quyilgandan keyin ustida yurish mumkin. Quyilgandan keyin yurish mumkin, lekin quyilgandan keyin hatto bir 10 kun, 15 kun uncha ko'p yurmaslik tavsiya qilamiz, chunki 10 kun, 15 kunda yaxshi qurib, konkret qotadi bu. Buni afzalliklari yengil, ammo issiq sovuqni o'tkazmaydi. Ham yonmaydi hech qanaqa. Ko'plar endi teklar aniqlab yonadi, yonish mumkin emas buni. Chunki gips bo'ladi, sement bo'ladi, pina bo'ladi uning tarkibida. Pastdagi nomerga aloqa chiqaverasizlar. Samarqand bo'ylab polnosda xizmat ko'rsatamiz. Hozir Qashqadaryoda, qo'shni viloyat, Qashqadaryo, Jizzax, Navoiyga ham chiqishimiz mumkin, kattaroq ob'yom bo'ladigan bo'lsa. Bu narxlari keladigan bo'lsa 5 santimetrlik 35 ming, 7 santimetrlik 45 ming, 10 santimetrlik 55 ming. Aloqa chiqasizlar, joyini ko'rib, yanada kelishiladigan joylari bor. Hammangizga katta rahmat, sog' bo'linglar.